15 mart Butunjahon iste'molchilar huquqlari kuni munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tomonidan matbuot anjumani o'tkazildi. Unda iste'molchilar huquqlarini ta'minlash, aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish, murojaatlar bilan ishlash samaradorligi kabi yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan atroflicha ma'lumotlar berildi. Tadbir iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish masalasi bugungi kunda ham dolzarb ahamiyat kasb etayotganini yana bir bor namoyon etdi. Mamlakatimizda Butunjahon iste'molchilar huquqlari kuni 1996-yil 26-aprelda qabul qilingan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun asosida nishonlanib kelinmoqda. Shuningdek, 2002-yil 28-noyabrda Vazirlar Mahkamasining iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda jamoatchilik ishtirokini kengaytirishga qaratilgan maxsus qarori qabul qilinib, bu sohadagi ishlar yanada tizimli yo'lga qo'yildi. Matbuot anjumanida ta'kidlanganidek, har bir iste'molchi o'zining buzilgan huquqlari yoki qonun bilan muhofaza etiladigan manfaatlari himoya qilinishini so'rab, sudga, shuningdek, boshqa vakolatli davlat organlariga murojaat qilish huquqiga ega. Iste'molchilar huquqlarining davlat tomonidan himoya qilinishi davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, shuningdek, sudlar tomonidan ta'minlanadi. Bu esa fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi shahar va tuman jamiyatlari tomonidan o'tgan davr mobaynida qator amaliy ishlar olib borilgan. Xususan, yuksak iste'mol madaniyati sari, iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda qonun ustuvorligi kabi mavzularda davra suhbatlari tashkil etildi. Shuningdek, biz barchamiz iste'molchimiz, iste'molchilar huquqi qonun himoyasida mavzularida targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, aholiga qonun hujjatlarining mazmun mohiyatini yetkazishga alohida e'tibor qaratildi. Keltirilgan raqamlar ham bu yo'nalishdagi ishlar ko'lamini yaqqol ko'rsatadi. 2025-yil davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Federatsiyasi shahar va tuman jamiyatlariga Bosh prokuraturaning ishonch telefoni orqali 3 ta, Federatsiya markaziy apparatining 1091 ishonch telefoni orqali 113 ta, Telegram bot orqali 4 ta hamda to'g'ridan to'g'ri 351 ta murojaat kelib tushgan. Ushbu murojaatlarni ko'rib chiqish va ijobiy hal etish natijasida iste'molchilar foydasiga jami 658 million so'mdan ortiq moddiy zarar undirib berilgan. Shu bilan birga o'tgan yil davomida aholining huquqiy ongi va iste'mol madaniyatini yuksaltirish, fuqarolar manfaatlarini samarali himoya qilish maqsadida jamoatchilik nazorati tartibida Qoraqalpog'iston hududida jami 12 marta o'rganish ishlari amalga oshirildi. Ushbu o'rganishlar natijalari bo'yicha tegishli ma'lumotlar mahalliy hokimliklarga, nazorat qiluvchi organlarga hamda federatsiya markaziy apparatiga kiritilgan. Bundan tashqari, federatsiya hamda uning hududiy tuzilmalari tomonidan bajarilgan ishlar markaziy va mahalliy ijtimoiy tarmoqlarda, shuningdek, federatsiyaning rasmiy saytida muntazam yoritib borilgan. Joriy yilda ham bu boradagi ishlar izchil davom etmoqda. 2026-yil yanvar-fevral oylari davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Federatsiyasi hamda shahar va tuman jamiyatlariga iste'molchilardan jami 66 ta murojaat kelib tushgan. Mazkur murojaatlarning 36% savdo sohasiga, 9% gaz ta'minotiga, 10% sog'liqni saqlashga, 9% transportga, 24,2% esa boshqa sohalarga to'g'ri kelgan. Ushbu murojaatlarni hal etish natijasida iste'molchilar foydasiga jami 80 million so'mdan ortiq zarar qayta hisoblab berilgan. Matbuot anjumanida bildirilgan ma'lumotlar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish borasida Qoraqalpog'istonda muayyan tizim shakllanganini, fuqarolarning murojaatlari e'tibordan chetda qolmaganini ko'rsatadi. Eng muhimi, aholining huquqiy savodxonligi va iste'mol madaniyatini oshirishga qaratilgan targ'ibot ishlari izchil davom etmoqda. Zero har bir fuqaro o'z huquqini bilsa va uni himoya qilish yo'llaridan xabardor bo'lsa, jamiyatda qonuniylik, adolat va mas'uliyat muhiti yanada mustahkamlanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Tutunuvchilar huquqini qo'g'g'ov jamiyatlari federatsiyasi tarafidan bugungi kunda tutunuvchilarning huquqlarini qo'g'g'ov, tutunuvchi madaniyatini asrash davomida bir qancha жұмыстар amalga oshirilmoqda. Atab aytadigan bo'lsak, o'sha 2026-yil yanvar-fevral oyida biz tutunuvchilardan 100 ga yaqin murojaatlarni qabul etib oldik. Ham bu murojaatlarda o'rganish barasida tutunuvchilarning foydasini 120 millionga yaqin qarshi undirib berildi. Bu murojaatlarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, tekarna savdo tarovlarida, gaz, elektr ta'minoti tarovlarida, bundan tashqari xizmat ko'rsatuv, transport tarovlarida murojaatlar ko'plab kelib tushmoqda. Murojaatlarda keyindan ashib qaraydigan bo'lsak, tutunuvchilar, ya'ni fuqarolarga pensiya tayinlov badari bo'yicha, uy-joy qurilishi bo'yicha bugungi kunda murojaatlarni qabul etib oldik. Ham o'tgan yillarda aynan shunday murojaatlarda ko'rib chiqib,
Төрткүл районда bir tutunuşunu 220 milyonga şamalası qarşısın, so basangıç üy-joy üçün төлеген qarşısın qaytarıp berildi. Bunday müracaatlar bizde juda көп. Tekrardan so quyosh panellari bo'yicha da müracaatlar көп kelib tushadi. 160 milyonlik quyosh panellari nasaz holatga kelib qolib, bu eksperimen tarafining vaqtida müracaatlar ko'rib chiqilmagani uchun tutunuvchi bizga murojaat etib, biz uni unamli chechib berdik. Bunday ahvollarda ko'p keltirishimiz mumkin жағдайларды. Сол amalga oshirayotgan жұмыстарымыздың barchasi tutunuvchining huquqini natijali qo'rg'ov, tutunuvchi madaniyatini asrauga qaratilgan. Bugun 15 mart xalqaro tutunuvchilar huquqini qo'rg'ov kuni. O'sha munosabatdan foydalanib, barcha xalqimizni, tutunuvchilarni bugungi bayram bilan qutlaqlayman. Ularning shanraqlarini amonlik, sizlarga tabrislar tilayman.